Joriy yilning 5-mart kuni Xalq deputatlari Ellikqal'a tuman kengashining 7-chaqiriq 21-sessiyasi bo'lib o'tdi. Unda tumanni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, aholi farovonligini oshirish va infratuzilmani zamonaviy talablarga moslashtirishga qaratilgan muhim masalalar muhokama markazida bo'ldi. Tuman kengashi deputatlari va mutasaddi tashkilotlar rahbarlari ishtirok etgan yig'ilishni kengash raisi Shuhrat Qo'shnazarov ochib berdi. Dastlab tuman hokimining birinchi o'rinbosari Bobur Alimov 2026-yil 1-yanvar holatiga ko'ra shakllangan budjetning erkin qoldiq mablag'laridan samarali foydalanish bo'yicha axborot berdi. Ta'kidlanganidek, mazkur mablag'lar birinchi navbatda ijtimoiy soha obyektlarini ta'mirlash, mahallalardagi dolzarb muammolarni hal etish va iqtisodiy loyihalarni qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilishi belgilandi. Inson qadrini ulug'lash va kambag'allikni qisqartirishning eng samarali yo'li bu barqaror ish o'rnidir. Sessiyada 2026-yil davomida Ellikqal'a tumanida yaratilishi lozim bo'lgan doimiy ish o'rinlarining maqsadli ko'rsatkichlari tasdiqlandi. Shuningdek, sessiyada mahalliy budjet tushumlarini ko'paytirish maqsadida alkogol mahsulotlari savdosi bilan shug'ullanuvchi va umumiy ovqatlanish korxonalari uchun yig'imlarning cheklangan stavkalarini qayta ko'rib chiqish masalasi ham deputatlar tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Tuman infratuzilmasini yaxshilash borasida ham muhim qarorlar qabul qilindi. Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Qahramon Hakimov Vazirlar Mahkamasining 665-sonli qaror ijrosi yuzasidan 2026-yilda ta'mirlanishi ko'zda tutilgan ichki yo'llarning manzilli ro'yxatini taqdim etdi. Yo'l qurilishida sifat nazorati va mablag'larning maqsadli sarflanishi asosiy mezon bo'ladi, deya ta'kidlandi muhokama davomida. Sessiyada o'tgan 2025-yil davomida ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish borasida qilingan ishlar ham tanqidiy tahlili ko'rib chiqildi. Tuman ekologiya bo'limi davlat inspektori Izzat Nurullayev hisobot berar ekan, hududda ko'kalamzorlashtirish ishlari, chiqindilar bilan ishlash tizimi va tabiatni muhofaza qilish tadbirlari samaradorligiga to'xtaldi. Sessiya yakunida kun tartibidagi barcha masalalar yuzasidan tumanni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, kambag'allikni qisqartirish va infratuzilmani yaxshilashga xizmat qiluvchi tegishli qarorlar qabul qilindi. Deputatlar tomonidan mazkur qarorlar ijrosi ustidan qat'iy nazorat o'rnatish kelishib olindi.